Assalomu alaykum go'zallarim, omonmisizlar? Sizlar bilan shirinlik pishiray deb keldimda mana 1 kiloyi 100 oliy navli unimizni tepasidan 400 gramm uy haroratida turgan saryog'imizni solib, jigari ezilguncha ezib, mashina qilib uvab tashlaymiz. Uvalgan unimizni tepasidan 400 gramm smetanani ontarilgan smetanani tepasidan bir pachka razrihritilda to'kib olamiz. 6 dona tuxumimizni miyasiga qoshiq bilan bir uramizda sarig'ini xamiriga, oqini bezey uchun olib qo'yamiz. Yumshoqqina xamir qorib olamiz. Bu orada Safiya qizim miyami qoqdi tezroq shirinlik pishirib bering deb. Tayyor bo'lgan xamirimizdan uzib, dumalatib, yong'oqdan kattaroq zuvolachalar tayyorlab olamiz. Voy aynanaylar, shundoq qilib terib olamiz. Endi esa bezey tayyorlaymiz. 6 dona tuxumimizni oqini mikser bilan gupirtirib, bir piyola shakarimizni bo'lib solib, mashina qilib gupirtirishda davom ettiramiz. Ashna qilib gupirtiramiz. Tuxumni hidi kelib qolmaslik uchun bir pachka vanilinni ochib, bezeyga solib, yana bir qator gupirtirib olamiz. Endi esa tinib turgan zuvolachamizdan olib, yuqqa qilib yayib, o'rtasiga yarim qoshiq bezeyimizdan olib, shundoqqina solib, shundoq qilib, chiroyli qilib bir shaklga kegizdiramiz. Duxovkamizni listiga teramiz, qizib turgan duxovkaga solamiz. Mana shundoq shirinlik bo'lib chiqadi. Tepasiga saharni pudra sepasiz. Yoqimli ishtaha go'zallarim.